Assalomu alaykum. Uy chizmalari va qurilish maslahatlari guruhining obunachilar, navbatdagi uy proyektimiz tayyor bo'ldi. Bu uy proyektimiz Andijon viloyati Baliqchi tumaniga tayyorlab berdik. Uy razmerlari ko'cha tomonimiz 14 metr, qo'shni tomonga 25-40 razmerga ega bir qavatli zamonaviy uy. Asosiy kortej forma shu holatda bitadi. Xo'p, loyiha va fasad chizmalarini tayyorlab berdik. Loyiha chizmalarida bilasizlar, fundamentdan tomagacha barcha qurilish materiallari hisob-kitobi, etap-etap qilinadigan ishlar loyihamiz ichida to'liq holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. G'isht hisob-kitoblari va tom rasxodlari hammasi bo'ladi. Fasad chizmalari o'zgacha zamonaviy, chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Ko'cha tomon ko'rinishlari. Xo'p, shu tomon ko'rinishlari, hovli ko'rinishlari, hovli dizaynlari juda chiroyli, juda shinam, o'zgacha chiqdi, xudo xolasa. Boshlayotgan qurilishlarning barakasini bersin. Kimga shunday uy proyekti kerak bo'lsa yoki arxitektura xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Inshaalloh buyurtmalaringizni chiroyli qilib beramiz.